Texnobazardagi narx sizni tushingizga ham kirmagan. Premier kompaniyasidan 211 litr hajmga ega 3 yilgacha kafolati bilan xolodilnik. Toshiba kompressor bilan jihozlangan past kuchlanishga ham ishlab beradi. Oldin 3 million 200 ming so'mdan sotilgan xolodilnikimiz hozir 2 million 560 ming so'mdan. Xuddi shu modeldagi xolodilnikimizning seriya rangi 2 million 690 ming so'm. Dunyoda nomeradigan hajmga ega Zifler xolodilnikimiz 409 litr hajmga ega, qulay sensorli displey, no frost rejimida ishlaydi, 10 yilgacha kafolatga ega. 6 million 500 ming so'm sotilgan xolodilnik hozirgi narxi 5 million 400 ming so'm. Xuddi shu model seriya rangi 6 million 300 ming so'mdan sotilgan, hozirgi narxi 5 million 300 ming so'm. Premierdan 261 litrli hajmga ega xolodilnik. Oldin 4 million 300 ming so'mdan sotilgan xolodilnikimiz hozirgi narxi 3 million 480 ming so'mdan. Samsung kompaniyasidan 310 litr hajmga ega xolodilnikimiz. Sensorli displey bilan jihozlangan, no frost rejimida ishlab beradi. 9 million 100 ming so'm sotilgan xolodilnikimiz hozirgi narxi 8 million 60 ming so'm. 315 litr hajmga ega Premier xolodilnikimiz. Muzxonasi 3 qavatdan iborat. 5 million 300 ming so'm sotilgan xolodilnikimiz 4 million 600 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa arzon narxda tovarlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning profillarga obuna bo'ling. Namangan bo'yicha dastavka bepul. Bizning lokatsiyamizda Telegram sahifamizdan topishingiz mumkin.